Bizning hozirgi qo'g'amda zina degan narsa o'nchiq bo'lib qoldi. Zina. Qizlar da qaytmaydi bo'ldi zinadan, erkak da qaytmaydi. Tepten pensiyada xatini o'lib qolgan shaldar da qaytmaydi bo'ldi. Pensiyasini olib, aptekalardan necha turli darilarni olib, publishni domga borib, balasına ustalıb tayak yeyotgan qariyalar da ko'payib ketdi. Bu zina qo'g'amdagi eng ulkan qasret bu. Bu zina qo'g'amdagi eng ulkan qasret. Bu ayıp bo'lmay qoldi. Ulkan jumusdagi adam bo'lsin, onun da oynası var, xotinining da oynası var, balasının da oyna, tepten kelinining da oynası var. Biroq bundan tıyılı, Allah üçün tıyılı, Allah'tan korkup tıyılı, duanın kabul boluna sebep ekan qarang.